Ba'zida eski avtobus ham keladi-da, bu shirkatdan firma tomonidan har xil avtobus bor, 50 ta avtobus bo'lsa bittasini jo'natadi. Inshaalloh hojilarimiz bilan Oysha onamizning masjidiga, ya'ni miqotga yo'l oldik. Hamma hojilarimiz yaqinlariga umra badal qilish uchun. Ochsam qo'shimcha pul berasiz deyapti. Ochasiz. Ochadi mayli. Iftahli sho'ya. Ayvo inshaalloh. O yani ziyada ati. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آمين. Parvardigora o'zingga hamd. O'tgan jami payg'ambarlarga mana shu Makka mukarrama zaminida yashab o'tgan Odam alayhissalom, Havo onamizdan to xotaman nabiyulloh bo'lgan Rasulimiz alayhissalom va sahaba ikromlar, ahli baytlargacha o'tgan sahobalarga, payg'ambarlarga, ularga ergashganlarga o'zingizga salovat va salomlaring, rahmat va mag'firatlaring bo'lsin. Parvardigor, bugungi kunda biz umra amallarini ado etib, yana Makka mukarramada ulug' azim shahring bo'lgan mana shu jonajon vatanda ibodat qilishlik uchun, umra qilishlik uchun Tan'im vodiysiga safarga yo'lga chiqdik. Allohim safarlarimiz xayrli, barokatli qilib, Makka mukarramada bajaradigan umra amallarimiz, nafl ibodatlarimizga o'zing xayr, barokatlar yog'dirishligingni so'raymiz. Ilohim yo'lda bir falokatga, balo qazoga uchramasdan eson-omon borib, niyatlarni qilib, miqotdan bir chiroyli o'tib, kelib umralarni ado etib, kim uchun umra qilayotgan bo'lsak, ajrlari yetib, ruhlari shod bo'lib, hayot bo'lsa, bemor bo'lsa Alloh shifoi komilini ato etib, mislicha umra savoblarini bizga ham ato etishligini umid qilamiz. Hammamizga bugungi boshlanayotgan kunlarimiz xayrli, barokatli bo'lib, har kuni o'zingdan ibodat, ziyoratga quvvat so'rab, oralarimizda ozgina betob bo'lib turgan hojat-hojalarimizga ham o'zing shifoi komilini ato etib, hammamiz sihat salomat o'zingning panohingda, nazaringdan qolmasdan ibodat, ziyoratlarni qilib, bundan buyorga qalblarimiz Qur'on va iymon nuri bilan munavvar bo'lib, diningda sobit turib, gunohlarimiz mag'firat, duolarimiz ijobat, faqirliklarimiz ketgan holatda ona vatanga yorib bilan qaytishligimizdir. Va ilohim mana shu joylarda, diyorlarda yurishligimiz birinchisi va oxirisi bo'lmasdan o'zing takror umraga, hajga, Ramazonda, hayitlarda mana shu joylarda bo'lishimiz Alloh nasib aylab, ahli baytlarimizni ham ishlariga Alloh o'zing baraka ato etib, umraga jo'natgan yorim birodar, farzand, yaqinlardan, ahli baytlardan o'zing rozi bo'lib, ularning ham qadamlarini mana shu ulug' joylarga yetkazishlikni so'raymiz. Ilohim zurriyotlarimizdan to davr qiyomatgacha ahli Qur'on, ahli solihlar chiqib, xuddi biz o'tganlarimizni eslagani kabi ular ham bizni eslashligini Alloh nasib qilsin. Hammamizdan o'zing rozi bo'lib, dunyoda ham yaxshilikni ato etgin, oxiratda ham yaxshilikni ato etgin. Qabr azobi, jahannam azobi, dunyo fitnasi, masih dajjolning fitnalaridan panoh berib, ilohim rasulingga suyukli ummat qiyomat kunida shafoatini topib, jannatlarga kiruvchi va jamoliga yetuvchi bandalardan qilgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim.